Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan turk alifbosi bilan tanishib chiqamiz. Turk alifbosida nechta harflar mavjud? Ulardan unlilar, undoshlar qanday talaffuz qilinadi? Shular haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bismillah. Turk alifbosida 29 ta harflarimiz mavjud. Mana shular. Ko'rib turganingizdek, hozir bularni qanday talaffuz qilinadi ko'rib chiqamiz. Bu A harfimiz. Ya'ni o'zbekchadagi A turkchada ham xuddi shunday, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bu esa B. Bu esa ruschadagi S hisoblanadi, lekin turkchada bu J hisoblanadi. Ya'ni jo'ja, javlon, jamila deganda mana shu J harfi hisoblanar ekan. Buni qayerda, ya'ni o'qimalarda ko'rganingizda buni J deb talaffuz qiling. J'ni pastida ilmoqchasi bor harfimiz esa bu Ch hisoblanadi. Ch. O'zbekchada Ch mamnaqa bo'ladi, lekin turkchada mana shu harfimiz Ch hisoblanar ekan. Bu esa D. Bu E harfimiz. Hech qanaqa o'zgarish yo'q D bilan E ni. Bu esa F. Bu esa G. Bu esa o'zbekchada hammamiz bilamiz G harfimiz, lekin turkchada bu yumshoq G hisoblanadi. Ya'ni ikkita G harfimiz bor ekan. Bu esa X, bu esa I, bu esa I. Ya'ni ikkita i'larimiz bor ekan. Bittasi nuqtali, bittasi nuqtasiz. Bularni qanday ajratamiz? Ikkalasi ham bir xil I ekan-ku desalaringiz, bunda sizlar lug'atni yodlayotganingizda, ya'ni ma'nolariga qarab yodlaysiz. Masalan, bunga nuqtasiz I ga, ya'ni ruschada mягкий znak 60 raqami bor-ku, I deb talaffuz qilinadi. Mana shu turkchada I, ya'ni nuqtasi yo'q. Nuqtasi bor esa oddiy o'zimizni o'zbek tilidagi I. Ya'ni bu ikkalasiga misol keltiradigan bo'lsam, sınırlı, ya'ni sınırlı degani bu chegara degani. Agar sınırli desak, nuqtasi borini talaffuz qilsak, bu asabiy degan ma'noni beradi. Endi o'z-o'zidan siz yozmada mening o'rtog'im biroz asabiy demoqchi bo'lsangiz, sınırli deb mana bu I ni ishlatilgan holatda, ya'ni nuqtasi bor I ni foydalanar ekansiz. Agar siz sınırlı deb mana bu I dan, ya'ni lug'atimizdagi so'zimizdan foydalansangiz, chegara degan ma'noni berib qo'yadi. Ya'ni ma'nolari o'zgarib ketadi. O'shaning uchun bunga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu esa J, o'zbekchadagi J. Lekin turkchada bu J hisoblanadi. Mana yozib qo'yganman J. Ya'ni jilet, jirafa deganda mana shu J dan foydalanar ekanmiz. Bu turkchada J. O'qimalarda o'qiyotganingizda J deb talaffuz qilasiz. Bu K, bu L, bu M, bu N, O, Ö. Ya'ni Ö harfimizda ustida nuqtasi bor. O. Bu P, bu R, bu S. S'ni pastida ilmoqchasi bor harfimiz esa Sh hisoblanar ekan. Buni ko'rdingizmi? O'z-o'zidan Sh deb talaffuz qiling. Turkchada bu Sh hisoblanadi. Ya'ni Shahnoza, shahar deymiz-ku. Shahlo mana shu harfdan foydalanar ekanmiz. Bu T, bu U. Bu esa nuqtasi bor U. Ya'ni oddiy U emas, U. Ya'ni ikkita U harfimiz bor. V, Y, Z. Ko'rib turganingizdek, bularda hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'zbek tili bilan bir xil. Ya'ni bularni nimaga men to'rtburchakka olib qo'yganman? Buni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Mana turkchada 29 ta harf vardir. Bulardan 21 tasi undosh hisoblanadi, 8 tasi esa unli toifasiga kirar ekan. Unlilarimiz 8 ta dedik, undoshlarimiz 21 ta dedik. Undoshlarimizni ko'rib chiqamiz. A, E, I, I, O, Ö, U,
u ya'ni bu 8 tasi unli. Qolgan hammasi undoshlar hisoblanadi 21 ta. Unlilarimizni 8 ta dedik. 8 ta unlilarimiz ham o'z ichida 2 ga bo'linar ekan. Ya'ni qalin unlilar toifasiga, ingichka unlilar toifasiga bo'linar ekan. Qalin unlilar toifasiga A, I, O, U kirar ekan. Ingichka unlilarga esa E, I, Ö, U kirar ekan. Mana shu qalin ingichkalarni yodlab olsangiz, bundan keyingi darslarda qo'shiladigan qo'shimchalar mana shularga qarab qo'shiladi. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Biz bilan turk tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegram manzilimiz mana yozib qo'yganmiz. Mana shunga murojaat qilsangiz, biz bilan turk tilini tez va oson shaklda o'rganasiz. Sizlarga rahmat kattakon e'tibor uchun. Keyingi darslarda ko'rishguncha, darsimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Rahmat.